2 ayning 15 kuni Amerika Davlat Majlisi Avam Palata a'zolari 6 ovozga qarshi 414 ovoz bilan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini ma'qulladi. Bu qonun loyihasi 2021 yil 12 ayning 8 kuni ma'qullikdan o'tgan Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonun loyihasidan keyin ma'qullangan eng cho'ng qonun loyihasi hisoblanadi. Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisi Avam Palata a'zosi Yang Kim tarafidan tunishtirilgan bo'lib, 13 fevral kuni Amerika Davlat Majlisida muzokaraga qo'yilgan edi. Xitoyning irqiy qirg'inchilik zulmiga va chegara halqigan bostirishiga uchrayotgan Uyg'urlarni qo'g'dash maqsad qilingan bu qonun loyihasida Amerika Tashqi ishlar ministerligidan Uyg'urlar masalasida moslashtiruvchi bekitish hamda strategiya tuzishni talab qilish Amerika Tashqi ishlar ministerligining xalqaro tashviqot programmalariga Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarini kirgizib, Uyg'ur rayonida yuz berayotgan vahshiyliklarni har qaysi davlatlarning ommaviy diplomatiya sahnalarida so'zlashga sharoit hozirlash, Amerika Tashqi ishlar ministerligining chet ellardagi diplomat xodimlarining Uyg'ur tili o'rganishiga imkoniyat yaratish, Amerikaning Xitoy, Turkiya va Uyg'ur muhojirlari ko'proq o'ltiraqlashgan davlatlardagi elchixonalarga Uyg'urcha biladigan diplomatiya xodimlaridan oz deganda bir odamni tayinlash qatorliq moddalar bor. I rise in strong support of my legislation, HR 2766, the Uyghur Policy Act. The Uyghur Policy Act comes at a critical time. Chairman Xi is trying to rebrand Xinjiang as a business and tourist destination and seeks to erase Uyghurs from the international community's memory. Yang Kim xanım bu qonun loyihasini muzokaraga qo'yganda qilgan so'zida bu qonun loyihasining Xitoy hukumati haddidan oshgan Uyg'ur xalqi eng og'ir zulm uchrayotgan jiddiy vaqtlarda maydonga kelgan muhim qonun ekanligini o'ttirib qo'yib, bunday degan. Xitoy raisi Shi Jinping Xinjiangni savdo sayohat nuqtasiga aylantirib, Uyg'urlarni xalqaro jamiyatning qallasidan chiqarib tashlamoqchi. Kommunist Xitoy yana Uyg'ur va boshqa millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati inkar qilib kelmoqda. Halbuki biz Uyg'ur avtonom rayonida yuz berayotgan majburiy emgak, majburiy tug'mas qilish, mengiyush, jinsiy xo'rlik qatorliq jinoyatlarni ishonchli xabarlar bilan dalillab bo'ldik. Kommunist Xitoyning bu jinoyatlari fosh bo'lishiga qaramay, Shi Jinping yaqinqi vaqtlarda bu rayonga ko'p qitim berib, past qo'lga kelgan muqimlikni qo'g'dash uchun bu rayondagi diniy bostirishni texmi kuchaytirishni talab qilmoqda. Ensure that department-wide resources are better coordinated. Yang Kim xanım yana bu qonunning Amerikaning Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarini to'sishda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlab, Amerika Uyg'urlarning kommunist Xitoyga qarshi kurashlarida Uyg'urlar bilan bir safda ekanligini so'zi ham amaliyoti orqali ko'rsatishi kerak degan. We must now act to leverage the US soft power garnered international support for Uyghurs and other ethnic minorities in Xinjiang. 2 ayning 15 kuni Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullangandan keyin Avam palata a'zosi Yang Kim xanım o'zining X hisobida tabrik so'zi e'lon qilib, "Men davlat majlisiga sungan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi bayatdan ma'qullikdan o'tdi. Kommunist Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga uchrayotgan Uyg'urlarni qo'llashimizda ehtiyojli bo'lgan qonun qurolini hozirlashga yana bir qadam yaqinlashdik. Men bu qurolning oxirgi o'tkaldan o'tishi va erkinlikning mangulik quroli bo'lishi uchun davomli tirishman", deb yozgan.